Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati Panjikent tumanida yashovchi 1970-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yashovchi 1983 va 1984-yillarda tug'ilgan ikki nafar tanishi bilan o'zaro til biriktirib Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan keltirilgan 9 kilogramm 530 gram opiy moddasini 55 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xizmat xodimlari tomonidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda Zomin tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 1958, 1976 va 1985-yillarda tug'ilgan 3 nafar Tojikiston Respublikasi fuqarolari ushlanib, ulardan 2 kilogramm 986 gram gashish moddasi protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, ularni Dashtobod shaharchasidagi umumiy ovqatlanish maskanida kutib turgan 1979-yilda tug'ilgan yana bir Tojikiston Respublikasi fuqarosi ushlandi. Aniqlanishicha, ushbu giyohvandlik vositasi ham Tojikistondan olib kelingan. Bu yo'nalishda xizmatning Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ham viloyat bojxona va ichki ishlar boshqarmalari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Xususan, Buxoro-Qashqadaryo yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Buxoro shahrida yashovchi 1982-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Matiz rusumli avtomashina Muborak tumanidagi Shirinbuloq yo'l-patrul xizmati maskanida to'xtatilib ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashinada u bilan birga kelayotgan hamshahari 1998-yilda tug'ilgan fuqaroning yonida 973 gram geroin moddasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Dastlabki surishtiruv harakatlari davomida Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi dala maydoniga 1 kilogramm 968 gram geroin moddasi ko'mib qo'yilganligi aniqlanib, ushbu giyohvandlik vositasi ham protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmatining joylardagi tergov bo'limlari tomonidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246 va 273 moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda.